Voy, nima ekan? Men gapiring, gapingizni tez qaytarib yuboring. Hop, bitta qolganing uchun 2 etaj, 5 xona, 2 sotuv, 72500. Eshitdilar, 72500 ga 5 xonali xonadon beraveribdilar. Mana qarang, chiroyligini. Mashalloh, tayyor kirib yashasanglar bo'ldi. Bu yerda zalimiz bo'ladi. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Buni tegidan xuddi shunaqa zali joylashgan. Hop, bu yerda yana bitta xonamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bitta detskiyimiz bor. Zinadan birinchi etaj tushgan. Bitta общий sanuzelimiz bor edi bizani. Ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi etaj sanuzel, birinchi etajdan sanuzelimiz mavjud. Hop, o'ng tomonimiz zalimiz qulib, bu yerga kira olmaymiz. Chap tomonimizda bu yerda sanuzelimiz bor, o'shiga bu yerda kuxnamiz bor. Bular ikkita xona o'rtasidan oshib turib, bitta xona qilib olishgan, o'zi ikkita xona bo'lgan bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonni sizlarga 72500 dollar beramiz. Lakasiga keladigan Toshkent postidan, Yangi Toshkent postidan kirganimizda 5 kilometr tutzor havasi yonida joylashgan xonadonimiz kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib, tez baraka qo'rsanglar bo'ladi. Uzoq turmaydi, bilasizlar-ku.